Assalomu alaykum. Ertalabki yugurishdan keyin hozir futbolchilarimiz Kattariqda bo'yida quyosh bilan birgalikda trenovka qilishyapti. Bu yerda quyosh mashqi bor. Hozir mana nafas mashqi bilan quyosh mashqini bajarishyapti. Bu ham ilmiy eksperimentlardan biri. Hozir futbolchilar quyosh mashqini bajaryapti. Quyoshga qaraymiz, hammamiz quyoshga qaraymiz. Ko'zimizni uzmaymiz quyoshdan. Quyoshga qaraymiz. Nafas mashqi bilan diqqatni to'pladik. Faqat quyoshga qaraymiz, xayolda bo'lmaymiz. Quyoshga gapirma. Kim gapirdi? Yaqinroq tur Sardor. Qatorda buzma, diqqating bo'lma. Nafas mashqi bilan faqat quyoshga qaraymiz. Diqqatingni bo'lma. Nafas mashqi, toza havo. Ariqdan toza havo kelyapti, suv tozalayapti. Ishlaring tozalaydi, bu energiya. Gapirma dedim men senga. Umid, necha marta aytay gapirma deb. Diqqating to'pla. Nafas mashqini bajar. Nurbek, qo'llarni harakati bilan, nafas mashqi bilan. Ko'zingni uzma quyoshdan. Keyin aytasan nima bo'lganini, gapirib berasan. Nima o'zgarish bo'lganini ko'zingda, fikring to'planmagan. Fikring to'pla, faqat quyoshni ko'ryapsan, nafas mashqini bajaryapsan, boshqa ishlarsan o'ylama. Qara. Nima yana buzg'unchilik qilyapsanlar? Men gapiryapsan. Nafas mashqi bilan nima? Ulug'bek. Ko'zim yoshlanib ketdi. Yoshlansa foydali. Davay. Nafas mashqi bilan, qo'lingni harakati bilan. Nafas mashqi bilan yaxshilab bajar. Nafas mashqi bilan. Gapirma Umid. Gapirma jim. Boshqalarga xalaqit beryapsan. Gapirma. Mana suv oqayapti. Bu juda foydali. Hozir kislorod bilan to'ynayapti organizm. Yaxshilab bajar, baho qo'yiladi. Yaxshilab bajar mashqni. Quyoshga qara. To'g'ri tur. Tez yetib kel qatorga tur, bo'l, yugur. Qo'y. Bo'ldi, bajar mashqni, bilasan sen. Shofjahan. Davay. Bajar. Quyoshga qara. Bo'ldi. 0 baho olasan, bo'ldi. Quyoshga qara. Diqqating to'pla. Noto'g'ri bajaryapsanlar, o'rgatilganini qilmayapsan. Noto'g'ri bajaryapsan. To'g'ri bajar, quyoshga qara. Diqqatingni bo'lma, gapirma deyapman. Necha marta aytish kerak? Quloqing bormi, yo'qmi? To'g'ri tur, bajar. Mashqni bajar. Kim yana gapiryapti? Bajar mashqni. Nima turibsan? Quyoshga qara. Chiqib kelayotgan quyoshga qara. Nima o'zgarish bo'layapti? Hammasini qara. Keyin aytasan. Keyin gapirasan ta'sirotingni. Fikringni aytasan. Diqqating to'pla hammang. Gaplashma, faqat quyoshga qaraysan, nafas mashqini bajarasan, ko'zingni uzmaysan quyoshdan. Quyoshga qara, nima o'zgarish bo'layapti quyoshda, ko'rib tur. Ko'r. Diqqat bilan qara. Fikringni bo'lma, yana gapiryapsan sen ikkalang.
Yana buzayapsan sen. Darsni buzayapsan sen Ulug'bek bilan nima hayot. Boshqalarga xalaqit beryapsan. Davom etyapmiz. Bajar mashqni. Bajar, davom et. Nafas mashqi bilan davom ettiryapmiz. Nafas mashqi bilan. Bu sizlarni telefon chuqulab o'ldirgan ko'zlaringni tiklaydi. Quvvat beradi. Gaplashma deyapman. Million marta aytyapman. Davom et. Mashqni davom et. Bu yoshga qara. Nafas mashqi. Diqqating to'pla. To'g'ri bajar mashqni. Foydani olgin. Qara, gaplashma Asqar. To'g'ri bajaringlar mashqni. To'g'ri bajaringlar. Hayot, to'g'ri bajar.